masjidga kelganda qo'l qovushtirib turmang endi. Bizni haligi dinsizlar payti o'tib ketdi. Bahona sabablar oldin juda ko'p edi. Endi hech qanday bahona yo'q. Hech qanday bahona yo'q. Nimani bahona qilasiz? Bilmadim desangiz, kitoblar tiqil yotibdi bildiradigan. 5 so'mga, 10 so'mga sotilyapti hamma joyda. Hozir boshiga oq do'ppi kiygan bolani to'xtatib so'rasangiz sizga 5 minutda tushuntirib qo'yadi. Endi uyaling. Yaratgan Allohim iymon ato qilsin, al-hayo minal iymon bo'lsin. Endi benamoz bo'lib yurishlikka uyaling. Yoru do'stlaringizdan uyaling. Oldin masjidlarda butun qariyalar bo'lardi. Go'yo qariyalar o'limga yaqinroq, yoshlarga hali anchagina bor. Endi bu qariyalar o'limidan qo'rqib namoz o'qiyapti degan fikrda, namoz o'qiymiz, bizga hali ancha bor, endi 40 ga kirdik. Endi hali 50 ga kirdik. Pensiyaga chiqqanda o'qirman degan xayolda yurilardi. Hozir bolangiz tengi namoz o'qiyapti, nevarangiz tengi namoz o'qiyapti. Namoz bu ne'mat. Namoz bilan Alloh rozi bo'ladi. Namoz bilan Alloh rozi bo'ladi. Allohni kimki rozi qilay desa namoz o'qisin. Shu Allohni aytgani shu. Butun o'tgan payg'ambar sunnati namoz. Duolarni qabul bo'lishiga bo'ldirtiradigan namoz. Amallarni qilinadigan savob ishlarni qabul qildirtiradigan narsa namoz. Rizqingizga baraka namoz. Kasb-koringizga baraka namoz. Dushmanlaringizga do'st qiladigan namoz. Do'stlaringizni ko'paytiradigan namoz. Tog' gunohlarga kapporat bo'ladigan namoz deganlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Shunday ne'matdan nima yuz o'girasiz? Shunday ne'matdan nimaga yuz o'girasiz? Duolar qabul bo'ladi namozdan so'ng. 5 mahal duolar qabul bo'ladigan vaqtga Alloh taolo 5 vaqt namozini farz etgan. Qanchadan qancha savob ishlarni qiling-u, boshingizni sajdaga tegizmasangiz qanday bo'ladi? Namoz bu hujjat. Hujjat. 70 yil, 80 yil Toshkentda yashagan bo'ling-u, pasportingiz bo'lmasa, tekshirib qolsa, qani pasportingiz yo'q ekan, endi shahardan chiqib keting. Tug'ilib o'sganman bu yerda. Meni shahrim, xo'p, hujjatingizni ko'rsating, deydi. Hujjat bo'lmasa yo'q. Yo'q odamsiz, pasport bo'lmasa. Va dadam ishon to'ra o'tgan 14 asrdan beri musulmon bo'lishgan. Musulmonning bolasiman, hujjating qani bandam? Xo'p, oti Mahmud ekan, buvayin oti Ahmad ekan, qani bu yog'ida? Hujjat shuni tasdiqlaydigan. Namoz hujjat. Qorong'i go'rga qo'yiladi. Mana tovutda olib kelishdi bir aziz insonni. Kecha bolalariga erka bo'lib bir e'zozda turgan odam puf aytib jon chiqdi. Uyga ko'milmaydi. 10 sotik, 20 sotik, 40 sotik hovlisi bo'lsin. 1 gektar bo'lsin. O'g'lim, dadangni o'sha bir chekkasiga ko'mib qo'ya qolaylik, juda yaxshi ko'radi uyini. Yo'q, mozorga olib boraylik deydi. Eng yaxshi ko'rgan bola esa. Bir chekkasiga ko'mib qo'ya qolaylik dadangni, hovlisi dadangni hovlisi edi-yu. Endi o'sha mozorga olib bora qolaylik deydi. Sig'maysiz. Boshqa joyga sig'maysiz. Xaloyiqlar mazoriga, do'ppayib turgan qabrlar yoniga
Allah shuni ham nasib etsa kelasiz. Endi uni ichiga kim kiradi? Yemay yedirgan bolalaringizmi? Yoki ahdi paymon qilgan oshna og'aynilaringizmi? Hech kim. Yolg'iz o'ziz kirasiz. Shunda qabri ichiga kirganda ruh qaytib kelarkan chiqqan joningiz jasadingizga shunda ko'zingizni ochsangiz eng yaxshi ko'rgan og'ayningiz tepangizda turibdi. Juda ham tanish, juda ham yaqin. Axir u namozingizdi. Erinmasdan o'qigan namozingiz. Og'ayni qadrdonim, juda yaqiniz. Endi kimgadir duosiz u bilmayapsiz otini. Do'stim, qadrdonim. Kim edi? Siz bilan har kuni 5 mahal birga edik. Men namozizman deydi. Qo'rqmang. Munkir nakir qilgani, munkir nakir so'roq savoli kirganda namoz shunda turar ekan. Nimani so'raysizlar? Men turibman. Meni saqlab, qazo qilmay, menga xiyonat qilmay, meni shunchalik saqlagan zotdan yana nimani so'raysizlar? Namozni ko'rib farishtalar ham qaytib ketar ekan. To qiyomatgacha ruhingizda hamrohingiz namoz bo'ladi. Mahshargohda qayerga borishni bilmagan paytda yo'lingizga nur bo'lib yoningizda bo'ladigan narsa namoz. Jannatga kirishingizga namoz. Alloh taolo oldida sizni mo'min musulmon ekanligingizga guvohlik beradigan namoz. Kimki bu namozga beparvo bo'libdi, kimki bu namozni hurmatlamabdi, kimki namoz o'qidigan odamni jahli chiqib yomon ko'ribdi, o'zini joniga voy. Iskandarlar ham o'tgan. Tavutdan qo'limni chiqazib qo'ying. O'tgan qancha Qorunga o'xshaganlar, mol dunyoni ham topganlar. Ne insonlar o'tyapti. Lekin kim podshomi, gadomi, boymi, kambag'almi, kim bo'lishdan qat'iy nazar namoz tashlamas. Namoz ibodatning boshi. Agar ibodatda bosh bo'lmasa, ya'ni tanda bosh bo'lmasa, u tana hech qancha yasholmaydi.